Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Endi qanday qilib bizda mana bu Telegram botda masalan startni bosdik, mahsulotlarni ko'rish qilganimizda mahsulotlar ochiladigan mana shu sahifani ranglari, turli xil parametrlarini qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun aytay, mana mahsulotlar degan mana shu yuqoridagi rang ko'kda turibdi va knopkalar rangi ham ko'kda turibdi. Lekin buni siz bemalol bizni ERP dasturda o'zingizni brendingiz rangiga moslab olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz shunchaki dasturga kiramiz. Mana dasturga kirganimizda tagidagi mana ijtimoiy tarmoqlarda sotishga bor. Unga kirib, oxiridagi web sozlamalarga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana web sozlamalarida endi boshida mana ranglar turibdi. Tugmalar rangi, shapka rangi, narxlar rangi. Endi mana shu shapka rangiga bosamiz. Bosib turib aytaylik, istalgan misol uchun mana shunaqa to'q ko'k rangga o'tkazamiz. Keyin tugmalar rangini ham shunga mos ravishda o'zgartirishimiz mumkin. Tugmalar rangini mana bunday qilamiz. Tanlash qilamiz. Narx rangini esa keling aksi bo'lgan qizil mana bu rangni qo'yamiz. Endi saqlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin biz endi mahsulotlarni ko'rish qilganimizda mana shunday tarzda bizda o'zimizni brendimiz rangida o'zgarib qoladi. Endi mana buyurtma beradi. Buyurtma bergandan keyin ba'zilar xohlaydi, misol uchun narxlari chiqmay tursin deyishi mumkin. Narxlar chiqmasligi uchun mana yana kirib bu joydan mana narxlarni ko'rsatish deganini o'chirib qo'yamiz shunchaki va saqlash tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin mana endi mahsulotlar ro'yxatiga kiradigan bo'lsak, mana narxlar endi ko'rinmayapti. Xo'p, endi yana parametrlarimiz, misol uchun narxlarni ko'rsatish qilib qo'ya qolamiz hozircha. Endi misol klik, mana misol uchun to'lov usullari, mana buyurtma berilyapti. Mahsulotlarni ko'rish, misol uchun savatga qo'shish, buni oldik. Mana misol klikdan to'laysam naqd to'lovmi? Mana shularni ham agar sizda klik tizimi bo'lmasa, faqat naqd to'lovni savdo qiladigan bo'lsangiz, klik to'lovi tizimini ham o'chirib qo'yishingiz mumkin. Buning uchun biz yana kiramiz. Bu joyda klikni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, saqlash qilamiz. Va mana mahsulotlar ro'yxatini ko'rish qilib nimadir buyurtma berganda bu joyda endi faqat naqd to'lovlar qoladi. Xo'p, mana shu tarzda sozlab olishingiz mumkin. Siz istagan rangingizni qo'yib olishingiz ham mumkin. Yana bu joyda faqatgina mavjud mahsulotlarni ko'rsat deyishimiz mumkin. Buning uchun tugagan mahsulotlarni ko'rsatish mana shu eng tagida mana shunga bosib qo'yishimiz kerak. Ya'ni belgilab qo'ysak, faqatgina qolgan mahsulotlarnigina ko'rsatadi. Mana mahsulotlar ro'yxatiga o'tsam, endi menda faqatgina ikkita mahsulotim bor, mavjud miqdori mana shularni ko'rishimiz mumkin. Mana endi miqdorlari bilan faqat borlarini, mavjudlarini ko'rsatyapti, yo'qlarini ko'rsatmaydi. Barchasini ko'raverish qilish kerak bo'lsa, o'z-o'zidan mana shuni o'chirib qo'yamiz va saqlash tugmasini bosamiz. Mahsulotlarni ko'rish qilganimizda endi hamma mahsulotlarni ko'rsatadi. Umumiy olganda mana shunday sozlamalar mavjud. Endi yetkazib berish sozlamalari va boshqalarni ham ana shu joydan to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizda mana shu funksiyalar ham bor.